$92,000 sizlar uchun Yevremont tayyor 4 xonali podключ kvartiramizni obzoriga kelganmiz. Qaranglar, biz hozir zaldamiz. Zal remontini qaranglar, okangilar вообще dodda qilib qo'yishibdi remont. Полностью mebel texnikalar qoladi. Akvariumlar ham qo'yib qo'yishibdi. Qaranglar, kirish eshigimiz bu yoqda. Bu xonamiz mehmonxona edi. Mana bu yoqda ota-ona uchun mo'ljallangan yotoqxona. Qaranglar, spalnani bu ham akkuratniy, свежий bo'lib turibdi. Mana bu yoqda yana ikkita xonasi bor. Mana bunisi детский xonasi, ko'rishinglar mumkin. Свежий, akkuratniy. Mana bu yerda ikkinchi yotoqxonasi. Ushbu xonadonimizni Uchtepa tumani Chilonzor 25 da joylashgan Olmos to'yxona ro'parasida. Hozir sizlarga sanuzel, vanna, kuxnyani ko'rsataman. Mana bu yerda sanuzel, yana bu yerda dushovaya bor. Ana endi hozir kuxnyaga chiqamiz. Qaranglar oshxonani. Oshxonada ham полностью mebel, texnik hamma narsasi bor. Mana bu yerda balkonda maza qilib oila davrasida o'tirsa bo'ladi. Ushbu xonadonimiz 5 etajli domi 4-etajda joylashgan. G'ishli dom. Olmos to'yxona ro'parasida, yo'l yuziga yaqin. Kimga shu xonadonimiz ma'qul kelmasa, pastda barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.